Assalomu alaykum turdashlar. Yaxshimisizlar? Biz hozir Yanfunda app etish darsini sizlab o'tmoqchi. Darsimizni boshlab ketsak. Biz avval ID detalni Yanfunimizga tushirib qachiraymiz. Buni bitay. Yangadan bir qurilish quramiz. Xinjiang Gongchangdan Xinjiang Yingyong. My app ismini men may deb qo'yay. Maylik ismini may deb ham qo'yay. Quruq. Bu detalning dastlabda biz qurib bergan vijdi mana bu shaklda bo'ladi. Biz buni endi o'zgartirib o'zimiz xohlagan appni yozsak bo'ladi. Masalan, uning aslida knopkadan birini qo'shayman. Chongti Kongjian. Undan bottum. Endi ma'ning tekstni yozayman. Biz shu knopkani bosgandan keyin shu tekst bo'lda mazmun ko'rsatishni so'zlab o'tamiz madrasda. Avval bunga ID berib o'tamiz. Endi bo'lsin. Endi bunun Java cetvelçiyle xatlıq hava isim belirleyici xaslığı provide text web TV deb oldi. Ben knopkani butunni en deb olay. Endi kodni shuning ostiga yozamiz mana. Set content web ticket layout ticket mainning ostiga. Shu ikki tirnoqning o'rtaga yozamiz. Hani bunu tanlab berayman. Bir indigini ma'vosin deb. Biz bayotdan tekstilni TV deb olgan. TV tang. Bunun ID'sini tatib beraman. Find web by ID. Yani biz ticket bayotdan ID ticket main text web. Oldu. Endi en deganim tang. Üstüdeki o'xshash. ticket ID ticket main button bir. Endi buni xatoligini tuzsak mı bo'ladi? Bundaqa. Bo'lmasa o'zimiz yozib qo'ysak bo'ladi. Masalan, mount button. Mayaga mana bo'ldi.
Şimdi buttonun çekiliş hadisesi, knopkanın çekiliş hadisesiga kod yazayman. BN degan knopkanın set 10 kliki set 10 kliki yangidan bir 10 klik çekiliş hadisesine nimaga esinglarda bo'lsin. Avval kichik tirnoq, ondan cho'ng tirnoq, undan keyin kichik tirnoq, cheklik 5. Buni tuzasak, mana knopkaning chekilish hadisi chiqdi. Endi biz TV text bilan TV deb qo'ygango. TV text bilan set text'te. Set text'te mayaga qo'shib besh qo'yamiz. Masalan, pinni yazayman. Assalomu alaykum bo'lsin. Yaptoq. Yaptoq tugadi. Endi bu appni qo'zg'atib boqalar. Biz boqaymi? Bosdim chiqdi. Mana. To'xtamliq dersimiz yig'ilib bo'lsin. Texnik sağlık dersimizde tekstdeki mazmunun rengini o'zgartirish, buningdagi xatlarning cho'ngchiligini tanlash qatorliqlar to'xtalamiz. Xayr xo'sh.